Radomga tayyorgarlik siz uchun qiyin bo'lyaptimi? Fogi do'konining yangi Farhod bozori filialida aynan ona va bola uchun eng kerakli narsalardan qulay va hamyonbop Radom sumka tayyorladik. Sumkada nimalar borligini video davomida bilib olamiz. Eng birinchi onaga Radom sumka tanlashdan boshlaymiz. Bular Fogi do'konlarida artga 39 mingdan boshlanadi. Bilasiz, chaqaloqqa boshlang'ich davrda eng yuqori sifatli XB plyonkalar kerak bo'ladi. Biz ham Fogi do'konidan XB yuqori sifatli plyonkalarni tanladik. Chaqaloq uchun kerakli narsalarning barchasini jamlagan to'plamli kiyimlar ham chaqaloq uchun eng zarur. Shuning uchun biz ham XB yuqori sifatli 3 ta to'plamli kiyim tanladik. Ona uchun Radomga kerak bo'ladigan yuqori sifatli qulay bo'lgan pijama, oziqlantirish uchun qulay bo'lgan ichki kiyim va qulay bo'lgan oyoq kiyim. Har doimgidek ona va bola uchun kerak bo'ladigan yuqori sifatli gipoallergen gigiyenik vositalarni ham unutmadik. Yana gigiyenik vositalarda nam va quruq salfetka, chaqaloq uchun yuqori sifatli kosmetik vositalar ham sumkada bor. Issiqqina paypoqchalar, chaqaloq uchun qo'shimcha kiyimlar, so'rg'ich va butilka va boshqa narsalarni albatta sumkaning ichiga joylaganmiz. Nima deb o'ylaysiz? Radomga yana qanday tayyorgarlik ko'rish kerak? Nimalarni solish esimizdan chiqdi? Kommentlarga yozib keting. Aytgancha, Fogi do'konlarining barcha filiallarida o'zingiz xohlagandek Radom sumka yig'ib sovg'a yutib olish imkoniyatingiz bor. Imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Fogiga keling, ko'ring va Radom sumka yig'ing.